siz bilan yangi mavzu ko'rib chiqamiz. Bu mavzu demak interaktiv kartaga poligonli obyektlarni integratsiya qilish va tahrirlash, shuningdek ularga dizayn berish mavzularini ko'rib chiqamiz. Interaktiv kartogramma keyingi mavzuda ko'riladi. Endi interaktiv kartaga poligonli obyektlarni integratsiya qilishda demak biz o'tgan darsdagi koddan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu kodda eslaringizda bo'lsa biz chiziqli obyektni joylashtirgandik. Endi chiziqli obyekt o'rniga poligonli obyektni qo'shish uchun ham xuddi shu kodlardan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun fayl saqlab qolamiz. Demak buni test papkasida poligon html formatda saqlaymiz. Bu mavzu o'rganishda bizga demak qo'llanmamizdan foydalanishingiz mumkin. Muzaffar Jumanzachmatjon bilan chop qilingan qo'llanmada, bu qo'llanmada bu mavzu demak bu mavzuning nomi interaktiv kartaga belgi va geometrik shakllarni kiritish deb nomlanadi. 17-mavzu 132-betdan boshlanadi. Demak bu mavzuda polyline va poligonli obyektlarni kiritish ko'rsatilgan. Demak poligonli obyektlar qanday kiritiladi? Poligonli obyektni kiritish ko'rsatilgan. Bundan tashqari poligonli obyektni chizib olish uchun demak biz yana nimadan Google o'z dasturidan foydalanishimiz mumkin. Bunda demak mana bu shakl poligon kiritishni bildiradi. Demak poligonni nomini yozamiz. Masalan o'rganch keyin buni nima qilmasdan yopmasdan o'rganishni bu taxminiy holda u vaqtimiz kam bo'lganligi uchun demak bundan demak kopirovat bilan nimani olishimiz mumkin bo'ladi. Kopirovat bilan bunga qo'yib mana kodlarni kiritsak biz olgan poligonimiz paydo bo'ladi. Endi vaqtimiz kamligi uchun biz tayyor kodlardan, oldingi kodlardan foydalanamiz. Masalan siz ko'rishingiz uchun bunga demak o'quv qo'llanmadagi kodlarni kiritib ko'ramiz. Demak o'quv qo'llanmadagi kodlar bilan ishlaymiz. Bunda poligonda oldingi chiziqni polylineni olib tashlaymiz va unga poligonli nimani qo'yamiz. Demak poligon demak oldingi polyline o'rniga poligon qo'yilsa, demak u poligonli obyekt ekanligini bildiradi va poligonlarni shu orqali yaratish mumkin. Demak var point bo'lsa nuqtali obyekt, var polyline bo'lsa chiziqli, var poligon bo'lsa poligonli obyektlarni, ya'ni L poligonli obyektlarni ko'rsatadi. Demak biz buni papkadan ko'ramiz. Demak poligonli obyektimiz kodda demak zoom darajasini sozlaymiz. Zoom bo'lsin. Zoom darajasini sozlaymiz. Demak mana bunda bizning poligonimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga hozir hech narsa yo'q, lekin mana nimada berilgan bin pop-up bilan pop-up qo'yishimiz ham mumkin. Demak bunga pop-upni ham kiritishimiz mumkin. Bu 3 burchak mayli shundan bo'la qoldi. Endi
yozuv chiqadi. Endi bundan tashqari hozir men sizlarga nima uchun tayyorlab qo'ygan nima bor? Bunga dizayn berish qanday bo'ladi? Dizayn berganimizda add to mapni olib tashlaymiz, add to map keyin qo'shiladi. Buni o'rniga demak dizayn sozlamalarini kiritamiz. Kolo chiziq rangini bildiradi. Width opacity chiziq nimasini full color chiziqni nimani ichki rangini bildiradi. Full opacity demak nimani shaffofligini bildiradi. Mana width chiziqni qalinligi, opacity chiziqni rangi, dash array 5 deganimiz chiziqni nuqta chiziq bo'lib chizilishini bildiradi. Demak, xuddi shunga biz kod nimamizdan foydalanib haligi holatni ko'rishimiz mumkin. Endi mana chiziqni ko'rsatdi. Buni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Rangi va poligonni shakli o'zgardi. Demak, hurmatli talabalar, siz bundan foydalanishingiz, xuddi shunday kodlardan foydalanib, mana yaratishingiz, chiziqni yaratishingiz mumkin, poligonni yaratishingiz mumkin. Bundan tashqari unga nimada ko'rganimizdek pop-upni ham kiritishingiz mumkin. Bu uchburchak. Mana kiritdik. Bu ustiga uchburchak natija chiqdi. Hurmatli talabalar, demak vazifa bo'ladi. Har bir talaba o'zini tug'ilib o'sgan uyi nuqtali obyekt qilib belgilanadi. Har bir talaba uydan maktabigacha yo'lni liniya qilib belgilaydi va ikkinchi boshqa muqobil variant bilan ikkinchi yo'lni tanlaydi. Ya'ni bittasi boshqa, ikkinchisi boshqa rangda nima bo'ladi. Uchinchi belgilanadigan narsangiz bu maktab stadioni va maktab hududini poligonli shaklda belgilash. Bugungi darsimiz tamom. Yaxshi dam oling.